Dyson modellari juda ham ko'p. Sotib olmoqchi bo'lgan odam qaysi Dysonni tanlashni bilmay ikkilanib qoladi. Hozir men sizga xohishlaringizdan kelib chiqib, qaysi Dysonni tanlashni ko'rsataman. Bolalar, qaysi Dysonni sovg'a qilishni bilmay yurgan bo'lsanglar, bu videoni o'tkazib yubormanglar. Birinchisi Dyson Airwrap ID telefonga ulanadigan aqlli stayler. Bu Dyson siz sochingizni skaner qilib, unga maksimal tarzda ehtiyotkorlik bilan prichyozka qilishingizga yordam beradi. Ichida 5 xil nasatkasi bor, xohlagan prichyozkangizni chiqaza olasiz. Ikkinchisi Dyson Airstream. Bu oddiy fen yoki uchoq emas. Buni ichida ikkalasi ham bor, ya'ni gibrid format hisoblanadi. Eng muhimi, boshqa uchoqlardan farqi, sochingiz ho'l bo'lsa ham bemalol chiroyli prichyozka qilishingizga yordam beradi. Uchinchisi tepada ko'rsatgan ikkala modelli ham bemalol o'rnini bosa oladigan Dysonning eng oxirgi modeli Quanta 2X. Bu modelli ichida 6 ta nasatkasi bo'lib, ham stayler, ham fen va hattoki dazmolli ham o'rnini bemalol bosa oladi. Xullas, mana shu 3 ta Dysonlar eng ko'p tanlanadigan va oxirgi modellar hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, ular bilan juda ham prichyozka qilish oson. Mana ulardan bittasini ishlataman. Natijasiga esa umuman gap yo'q. Eng muhimi Dyson Airwrap ID ni atigi $399 ga, Dyson Quanta 2X ni $599 protochka do'konlarda xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ko'chada $20-30 atrofida qilinadigan gravirovka xizmati bizning obunachilarimiz uchun mutlaqo bepul qilinadi.